Assalomu alaykum hammaga. Matematikani amalga o'rganamiz kitobini misollar to'plamining 3-qismi chuqurlashtirilgan va olimpiada darajasidagi masalalar. Birinchi savoldan boshlaymiz ishimizni. Birinchi savolimiz. Sirli ko'paytma qonuniyati. Ikki xonaning eng kichik tub son bilan ikki xonaning eng katta tub sonning ko'paytmasini hisoblang. Hosil bo'lgan natija murakkab son bo'ladimi? Javobingizni asoslang. Ikkita narsa so'ralyapti. Ya'ni ikki xonaning eng katta va eng kichkina tub sonlar ko'paytmasi va bu son murakkabmi yoki tubmi? Mana shuni so'ralyapti. Demak, eng kichik tub sonimiz bu 11, eng kattasi esa 97. Ikkalasini ko'paytirsak bir-biriga. 97 ni 11 ga ko'paytiraman. 7 kira 1. Ya'ni 1 kira 7. 7, 1 kira 9, 9. 1 kira 7, 7, 1 kira 9, 9. Qo'shsak 7, 9, 7, 6, ya'ni 16, 6 ni yozaman 1 dilda. 9 bilan 10 bo'lib qoladi, ya'ni 1067. Birinchi so'ralgan ma'lumotni topdik. Bu 1067 ekan. Ya'ni bularning ko'paytmasi. Bu murakkabmi yoki tubmi degan savolga biz murakkab deb javob beramiz va javobimizni asoslaymiz. Qanday? Bu sonni murakkab ekanini sababi bo'luvchilar soni 4 ta. Ya'ni 1067 1 ga bo'linishi aniq. 11 ga bo'linishi aniq. 97 ga bo'linishi aniq. 1067 ya'ni o'ziga bo'linishi aniq. Ya'ni 4 ta bo'luvchisi bor, demak bu murakkab hisoblanadi. Murakkab. Xo'p, mana shu yerda bir muhim ma'lumotni aytib ketishim kerak. Kattaroq sonlarni tub yoki tub emasligini tekshirayotgan paytimizda biz sonlarga bo'lib chiqamiz buni. Ya'ni birdan boshlab bo'lib ketamiz. Endi savol tug'iladi. Qaysi songacha tekshiramiz? Misol uchun 97 ni tub ekanligi yoki tub emasligini tekshirish uchun nima qilish kerak? Biz 2 dan boshlab 2 ga, 3 ga, 5 ga, 7 ga, 11 ga, 13 ga, 17 ga va hokazo faqat tub sonlarga bo'lib ketamiz. Agar qaysidir bittasiga bo'linib qolsa, albatta u nima bo'ladi? Murakkab bo'lib qoladi. Endi biz qaysi songacha tekshiramiz desa, 97 qaysi sonni kvadratiga yaqinroq? Bu 10 ni kvadratiga yaqinroq. Ya'ni 10 ni kvadrati bu 100 degani. Shuning uchun nima qilamiz? 10 ni kvadratiga yaqinroqmi? 10 gacha tekshiramiz xolos. Albatta biz 97 gacha tekshirishimiz shart emas. 2 ga bo'linadimi? Yo'q. 3 ga bo'linadimi? Yo'q. 5 ga bo'linadimi? Yo'q. 7 ga bo'linadimi? Yo'q. Bo'ldi. Bu taraf, ya'ni 11 ga o'tmayman yoki 13 ga o'tmayman. Chunki bu 97 10 ni kvadratiga yaqinroq. Ya'ni bundan kichkina-ku. Bundan o'tmayman. Misol uchun aytaylik, men ixtiyoriy xohlagan sonimni aytayman. 2047. 2047 tub yoki murakkab ekanligini aniqlash uchun bu nimaning kvadratiga yaqinroq ekanligini topishingiz kerak. Misol uchun 40 ni kvadrati 1600. 50 ni kvadrati necha bo'ladi? 2500. Siz shuni orasigacha qaysidir songacha yaqinroq bo'ladi. Misol uchun aytaylik 45 ga yaqinroqdir. 45 kvadratiga yaqinroqdir. 45 gacha tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki 46 ga, 47 ga yaqinroqdir. 47 gacha tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta 2047 gacha tekshirib chiqishingiz shart emas. Misol uchun 2 ga bo'lib ko'rasiz, 3 ga, 5 ga, 7 ga va hokazo nima qilasiz? Faqat tub sonlarga bo'lib chiqasiz. Misol uchun 11 ga bo'lasiz, 13 ga bo'lasiz. Qaysi biriga bo'linib qolsa, demak siz nima deysiz buni? Murakkab ekan deya olasiz. Nega bunday desa? Chunki bu 2047 1 ga va o'ziga bo'linadi, 1 ga bo'linadi, 2047 ga bo'linadi. Endi qanaqadir yana boshqa songa bo'linib qolsa, bu 3 ta bo'luvchiga ega bo'ladi-da, murakkab ekanligi ma'lum bo'ladi. Yo'q, 45 gacha tekshirgan paytingizda bu bironta songa bo'linmasa, demak bu tub son ekan. Xo'p, demak ikkinchi savolga o'tsak bo'ladi. Ikkinchi savolimiz. Goldbach gipotezasi elementi. Mana shu gipoteza ham juda ham ajoyib, qiziqarli gipoteza. Xudo xolasa bunga ham alohida video qilamiz. Hozir esa savolga qaraymiz. Savolda ellik sonini ikkita turli toq tub sonlarning yig'indisi ko'rinishida necha xil usul bilan yozish mumkin? Barcha variantlarni ko'rsating. Xo'p, demak 50 sonini nechta turli toq tub deyapti. Ham toq bo'lsa, ham tub bo'lsin deyilyapti. Demak, nima qilamiz? Tekshirib chiqamiz. Misol uchun 2 dan boshlamayman, endi 3 dan boshlayman. 3. Xo'p, sherigi necha bo'lishi kerak? 47 bo'lishi kerak. Chunki ikkalasini qo'shsam necha chiqishi kerak? 50 chiqishi kerak. Xo'p, bu ikkalasi ham tubmi yoki tub emasmi? 3 soni tub, 47 soni tub. Demak, buni olsak bo'ladi. Keyingi tub son, ya'ni 3 dan keyingi tub son bu 5. Bu 5 bo'lsa, sherigi necha bo'ladi? 45 bo'ladi. Chunki qo'shsam 50 bo'lishi kerak. Bu
bu aytayotgan qoidaga tushmaydi. Chunki 45 murakkab son. Ikkalasi ham tub bo'lsin deyapti. Ikkalasi ham toq bo'lsin deyilyapti. Xo'p, keyingisi 7. 7 bo'lsa sherigi 43 bo'ladi. 7 ga 43 qo'shsam 50 bo'lyapti. Haqiqatda ikkalasi ham tub son, demak buni ham olsak bo'ladi. Keyingisi 11. Nega biz oradagi murakkab sonlarni, ya'ni 4, 6, 8, 9 larni olmayapmiz, 10 ni olmayapmiz desa, chunki ikkalasi ham tub bo'lsin deyapti. Shuning uchun umuman murakkab sonlarni olmayapmiz. Xo'p, 11 bo'lsa, sherigi necha bo'ladi? 39. Buni ham ola olmaymiz, chunki sherigi murakkab son bo'lib qolyapti. Keyingisi 13. 13 bo'lsa, 37 bo'ladimi? 37. Ikkalasi ham tub son. Demak, buni olsak bo'ladi. Xo'p, keyingisi 17. 17 bo'lsa, 33 bo'ladi sherigi. Bu murakkab bo'lganligi uchun, ya'ni bitta sherigi murakkab bo'lib qolyapti-ku, buni ola olmaymiz. Keyingisi, hop, 19. 19 bo'lsa, 31 bo'ladi. Ikkalasi ham tub. Buni ham olsak bo'ladi. Endi keyingisi 23. 23 bo'lsa, 23 ning sherigi necha bo'ladi? 27. Buni ola olmaymiz, chunki 27 qanaqa son? 27 murakkab son. Xo'p, endi davom etsak. 23 dan keyingi tub son bu 29. 29 bo'lsa, sherigi necha bo'ladi? 21. 29, 21 bo'lyapti. Bittasi qanaqa son bo'lib qoladi? Murakkab son. Bu ham bo'lmaydi. Keyingisi 31. Buni mana oldik, bu yog'iga takrorlanib ketadi. Demak, bu tarafini ola olmaymiz, shu yerda to'xtatamiz. Demak, nechta holat bor? 1, 2, 3, 4 ta holat bor ekan hozircha. Demak, hozir bizdan nima so'ragan edi? Barcha variantlarni ko'rsating deyapti. Barcha variantlarni ko'rsatdik va soni bular 4 ta ekan. Xo'p, demak, keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Keyingi savolimiz, keyingi varaqqa o'tsak, keyingi savolga o'tsak ham bo'laveradi. Keyingi savolimiz, ketma-ket sonlar ko'paytmasi, ya'ni 1 dan boshlab 15 gacha ko'paytma, ya'ni tub ko'paytuvchilar ajratilganda unda 3 son necha marta qatnashadi deyilyapti. Bizga faqat 3 soni kerak, shuning uchun faqat 3 ga e'tibor beramiz. 1 dan boshlab 2, 3, 4 va hokazo ko'paytirganimizda 15 gacha 3 soni qaysi sonlar tarkibida bor degan savolga javob beramiz. 3 ning tarkibida bor, 3 va 6 ning tarkibida bor, 9 ning tarkibida bor, 12 ning tarkibida bor va 15 ning tarkibida 3 bor. Endi bularning ichida faqat 3 borlari bunda va bunda. Buning ichida 2 bor, buning ichida ham 2 bor, buning ichida 5 bor. Faqat 3 larni chiqarib olamiz. 3. Bunda bitta 3 bor, 3 ni chiqarib oldim. Bunda 3 ni kvadrati. Hop, 12 ichida 1 dona 3 bor, 15 ichida ham 1 dona 3 bor. Ya'ni bu nimaga 1 dona deyilyapti? 3 kara 4 degani. Faqat 3 ni olyapmiz. 3 kara 5 degani. Faqat 3 ni olyapmiz. 3 kara 2 degani. Faqat 3 ni olyapmiz. Chunki bizga faqat 3 kerak. Nechta 3 keladi deyapti. Hop, 1, 2. Bu yerda ikkita borligi uchun, ya'ni shuni kvadratini 3 ko'paytirgan 3 deb yozsak bo'ladi. Hali bu daraja mavzusiga ham kelamiz. Hozir endi bu chuqurlashtirilgan masalalar bo'lganligi uchun shunaqangi hali o'tilmagan mavzularda ham savollar tushadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 6 ta bo'lar ekan. Hop, keyingi savolga o'tsak bo'ladi. Keyingisi 4. Noma'lum natural son 12 ga bo'linganda qoldiq 7 ga teng chiqdi. Agar ushbu son 4 marta oshirilib, so'ngra 3 ga bo'linsa, qoldiq nechaga teng bo'ladi deyapti. Hop, noma'lum natural son deyilyapti. 12 ga bo'linganda qoldiq 7 ga teng chiqdi. Hop, qoldiq, ya'ni 12 ga bo'linganda 7 chiqadigan eng kichkina natural sonni olamiz. Bu 19. 19 ni haqiqatda 12 ga bo'lsak, qoldig'imiz 7 chiqadi. Endi nima deyapti? Mana shu sonni 4 marta oshirilib deyapti. Ya'ni 4 ga ko'paytiramiz. Agar 4 ta 20 bo'lganda 80 bo'lardi. Hozir bu yerda 4 ta 19 mi? Demak, bu 76 bo'ladi. Ya'ni 4 kara 10 40, 4 kara 9 36, qo'shsa 76.
Demak 76 bo'ldi. So'ngra 3 ga bo'linsa qoldiq nechaga teng bo'ladi deyilyapti. 76 ni nechaga bo'lamiz? 3 ga bo'lamiz. 7 ni ichida 2 ta bor, 2 3 6 ayirсам 1, 6 ni olsam 16. Ichida 5 ta 3 bor, 15. Ayirсам 1. Qoldiq necha bo'lyapti? 1 bo'lyapti. Demak, qoldiq 1 ga teng bo'lar ekan. Kimlar aytish mumkin? Nimaga 19 ni oldi? Balki bu 31 dir. 31 ni ham 12 ga bo'lsa 7 qoldiq qoladi-yu desa, xohlasangiz 31 ni oling. Ya'ni bu yerda qancha kichkina son olsangiz hisoblashga oson bo'ladi. Mana shu 12 ga bo'lingan 7 qoldiq sonini xohlagan soningizni mana shunaqa turli ko'paytirib 3 ga bo'lsangiz, qoldig'ingiz albatta doim 1 chiqaveradi. Xo'p, keyingi savolga o'tsak bo'ladi. 5-savol, ya'ni 5-masala. 420 sonning barcha turli tub ko'paytuvchilar yig'indisini va barcha natural bo'luvchilari sonini aniqlang deyilyapti. 420 sonning barcha turli tub ko'paytuvchilar yig'indisini. Xo'p, demak, 420 sonini tub ko'paytuvchilari yig'indisi kerak ekan va barcha natural bo'luvchilari sonini aniqlang deyapti. 420 ni tub ko'paytuvchiga ajratamiz. Buni ham o'tmaganmiz hali. Ya'ni bu kitobda o'tilmagan, chunki hozir chuqurlashtirilgan masalalar bo'lganligi uchun bu yerda kelyapti. O'zi aslida bu mavzu keyinroq keladi. 420 ni 2 ga bo'laman. 2 ga bo'lsam 210, yana 2 ga bo'laman. 105. Buni 3 ga bo'laman. 3 ga bo'lsa 35, endi 5 ga bo'linadi. 7, 7 ni 1, ya'ni 1 chiqdi. Ya'ni 420 teng 2 dan 2 dona kelyapti. 3 dan 1 dona kelyapti. 5 dan 1 dona, 7 dan 1 dona kelyapti. Bu o'zi ko'paytuvchilarni ajratishni alohida o'rganamiz. Natural bo'luvchilar sonini topishni ham alohida o'rganamiz. Bu kitobda ham keyinroq mavzuda, ya'ni bundan keyingi mavzuda keladi. Lekin bu olimpiada masalalari, ya'ni chuqurlashtirilgan masalalar bo'lgani uchun iloji yo'q, ishlab qo'yamiz. Xo'p, bu yerda birinchi so'ralgan narsa tub ko'paytuvchilari yig'indisi. Tub ko'paytuvchilar 2, 3, 5, 7. Shularni qo'shib chiqsak bo'ldi. 2 qo'shilgan 3 qo'shilgan 5 qo'shilgan 7. Xo'p. Natija xo'p 2 3 qo'shsam 5, 5 ga 5 10, 10 ga 7 qo'shsam 17 ekanligi kelib chiqadi. Demak, birinchi so'ralgan ma'lumotni topdik. Ikkinchisi barcha natural bo'luvchilari sonini aniqlang deyilyapti. Ya'ni nechta bo'luvchisi bor? Buni topishni alohida qoidasi ham bor. Qoidani bilmagan holatda qanday qilib topamiz desa, nima qilamiz? Biz 1 dan boshlab bo'lishni boshlaymiz. Endi faqat tub songa emas, murakkab songa ham bo'laveramiz. 420 ni 1 ga bo'lsak, natija nech chiqadi? 420. Oxirroqda yozaman, 420 kelib chiqadi. Xo'p, 2 ga bo'lsak-chi? 210 kelib chiqadi. Xo'p, 3 ga bo'lsak-chi? 3 ga bo'linadimi o'zi? Ha, bo'linadi. 140 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, 4 ga bo'lsak-chi? 4 ga bo'linadimi? Bo'linadi. 105 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, 5 ga bo'lsak-chi? Bo'linadimi? Ha, 84 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, 6 ga bo'lsak-chi? 6 ga bo'linadimi? Albatta bo'linadi, 70. Xo'p, 7 ga bo'lsak-chi? 60 ekanligi kelib chiqadi. 8 ga bo'linadimi? 8 ga menimcha bo'linmasa kerak, 9 ga bo'linmaydi, 10 ga bo'linadi. 10 ga bo'lsak, necha bo'ladi? 42 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, yana orada sonlar bor. 11 ga bo'linmaydi, 12 ga 12 ga bo'linadimi? 160 bo'lsa, bu tarafda 40 bo'linar ekan 12 ga. 12 ga bo'lsak necha bo'ladi? 420 bo'lsa 360 ichida 30 ta bor. Bu yoqda yana 60 qolayotgan bo'lsa, 35 ta. 35 chiqar ekan. Xo'p, 12 dan keyin 13 ga bo'linmaydi, 14 ga bo'linadi. 14 ga bo'lsak 30 ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, 15 ga bo'lsak bo'linadimi? Albatta bo'linadi. Xo'p, 15 ga bo'lsak 30 bo'lsa 140. Ya'ni 14 bo'lsa 2 ga ko'paytirsa 28 kelib chiqar ekan. Xo'p, 16 ga bo'linmaydi, 17 ga bo'linmaydi, 18 ga bo'linmaydi, 19 ga bo'linmaydi, 20 ga bo'linadi. 20 ga bo'lsak 21 ekanligi kelib chiqadi. Undan keyin 21. E'tibor bering, mana shu qaytib kelib qolyapti-ku mana.
o'ng tarafdagi son chap tarafga kelib qolyapti. Mana 20, 21 bo'ldi. Shu yerda to'xtatasiz. Bu qaytayotganini hisoblaymiz. Endi har birini sanab chiqsangiz bo'ldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ta bo'luvchisi bor ekan. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul. Natural bo'luvchilar sonini topishni hali mavzusini bilgan bo'lsak ham oldindan aytib qo'yaman. Tub ko'paytiruvchi ajratdik. Mana bu yerda darajalarga bir qo'shib o'zaro ko'paytirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni bittadan orttirib yozamiz. 2 ni bittaga orttirsak, ya'ni daraja 2 midi, bittaga orttirsak 3 bo'ladi. Keyingisi 2, keyingisi 2, keyingisi 2 bo'ladi. Ko'paytiruvchisi 24 chiqadi. Bu ancha tezroq bo'ladi. Xudo xolasa buni keyingi darsda o'tamiz. Xo'p, demak, 5-savolni hal qildik. Endi 6-savolga o'tsak bo'ladi. Xo'p, 6-savol. 6-savolda murakkab tenglama ekan, ya'ni bu mavzu uchun murakkab. O'z aslida uncha murakkab tenglama emas. Qo'shilgan 42 bo'lingan 6 teng 34. Xo'p, demak, x soni tub yoki murakkab son ekanligini aniqlaymiz. Birinchi vazifamiz x topishimiz kerak. Undan keyin x tubmi yoki murakkabmi shuni aniqlaymiz. 3 ko'paytirsak qavs ochamiz. 3x minus 15. 42 ni 6 ga bo'lsak 7 ekani kelib chiqadi 34. Hamma sonlarni o'ng tarafga o'tkazamiz. 3x teng. Hop, 34 dan 7 ni ayirsak 27, 27 ga 15 ni qo'shsak 42. Hop, 42 ni 3 ga bo'lsak 14. 14 bu murakkab son. Murakkab yozib qo'ydik. Murakkab son. Demak, natija 14 chiqdi va bu murakkab son ekan. Keyingi savolga o'tsak bo'ladi. 7-si. Raqamlar yig'indisi 10 ga teng bo'lgan va faqat tub raqamlardan tashkil topgan barcha 3 xonali sonlarni yozing. Ularning ichida nechta tub son bor? Raqamlar yig'indisi 10 ga teng bo'lgan va faqat tub raqamlardan tashkil topgan barcha 3 xonali sonlarni yozing. Demak, bu yerda asosiy sharti raqamlari nima bo'lishi kerak ekan? Tub bo'lishi kerak ekan. Xo'p, raqamlar o'zi 0 dan boshlab 9 gacha edi. Mana shularning orasida nechta tub raqam borligini bilib olsak bo'ldi. 2 bor, 3 bor, 5 bor, 7 bor, bo'ldi. Boshqa bir xonali tub son yo'q. Mana shu to'ralasi bor. Mana shulardan kombinatsiya qilib, hozir biz 3 xonali sonlar tuzamiz. Hop, 235 dedik. Endi o'rnlarni almashtiramiz. 532. Hop, yana o'rnlarni almashtiramiz. 300. Hop, buni kelinglar qulayroq kombinatsiya qilishni o'rgatay. 235 o'rnini almashtirishimiz kerak. 2 qolib tursin. 2 qoldi. 53 deymiz. Bo'ldi, mana. Endi ya'ni 2 ni ushlagan holatda bitta aylantirib oldik. Endi 3 ni ushlaymiz, ikkinchi xonani. 3 ni ushlaymiz va buni bitta aylantiramiz. 532. Yaxshi. Endi nima qilamiz? 5 ni ushlaymiz-da, ikkalasini aylantiramiz. 523. Hop, endi oxiridagi 5 ni ushlab turib, buni o'rnini almashtiramiz. Ya'ni 3 ni oldiga olib chiqamiz. 3 birinchi xonada kelsin. 325, 352. Jami nechta holat bo'ldi? Hozircha 6 ta holat bo'ldi. Endi davom ettiramiz. Xo'p. Ikkinchi. Bu kombinatsiya qilishida. Bizdan raqamlar yig'indisi 10 ga teng bo'lgan degan shart ham bor edi. Mana shu biz ishimizni osonlashtiradi. Raqamlar yig'indisi nechaga teng bo'lishi kerak edi? 10 ga teng bo'lishi kerak edi. Xo'p, hozir bu yerda 2 3 5 ni kombinatsiya qilyapmiz. 6 ta kombinatsiya bo'ldi. Xo'p, avval boshidan tekshirib olishimiz kerak. 2 3 5 ni qo'shsak bir-biriga necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Ya'ni 2 ga 3 ni va 5 ni qo'shsak jami 10 bo'ladi. Demak, buni kombinatsiya qilib tekshirsak bo'ladi hozircha. Lekin o'zgarish qiladigan bo'lsak, buni tekshirish hojati yo'q. Ya'ni misol uchun aytaylik, hozir mana shu to'rala tub sonlarni kombinatsiya qilib, misol uchun birontasini o'rnini almashtiraman. 3 5 7. 357. Bu ham faqat tub sonlardan iborat bo'lgan 3 xonali son. Lekin
shartga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni qo'shib chiqsak 10 bo'lmaydi, 15 bo'lib qoladi. Shuning uchun buni kombinatsiyasini ko'rishni hojati yo'q. Nima qilamiz? Endi biz keyingi kombinatsiyani qilib ko'ramiz. 2, 5, 7 qilsak bo'ladimi? Yo'q. 2, 5, 7 qilsak bo'lmaydi, chunki yig'indisi 14 bo'lib qoladi. Hop, 2, 3, 7 qilsak bo'ladimi? Ya'ni hozir 7 ni qo'shmoqchimiz-da. Yo'q, bo'lmayapti. Unda ham ortib ketib qolyapti. Demak, boshqa varianti yo'q ekan. 6 ta varianti bor ekan xolos. Mana shunga diqqat qilsangiz, albatta hammasiga kombinatsiya qilib chiqish shart emas. Keyingisi 8-savol. 8-savolda quyidagi mantiqiy zanjirda qatnashgan amallarni tahlil qiling va A hamda B sonlarining qiymatlarini topib, ularning eng kichik umumiy parallelizini, ekugini hisoblang. Bu ekug ham bizda o'tilmagan dars, lekin bu chuqurlashtirilgan savollar bo'lganligi uchun bunda kelgan. O'zi olimpiadada e'tibor bersangiz, agar olimpiadaga borgan bo'lsangiz, olimpiadada umuman maktabda o'tilmagan savollar tushadi. Ya'ni maktab darajasidan ko'ra balandroq yoki misol uchun 6-sinf o'quvchi yoki 7-sinf o'quvchi olimpiadaga boradigan bo'lsa, o'zining kitobidan ko'ra murakkabroq savollar tushadi. Xo'p, demak bu yerda ham xuddi shunaqa narsa, amallarni ketma-ket bajarishda davom etamiz. Xo'p, bu yerda 3 ga 5 ni qo'shsak 8 to'g'ri ketyapti. 8 ni ko'paytirsak 16 to'g'ri ketyapti. 16 ni to'rtga 12 to'g'ri ketyapti. 12 ni 3 ga bo'lsak 4 to'g'ri ketyapti. Xo'p, 4 ga endi nechini qo'shsak 15 bo'ladi desa 11. Demak, aniq qiymat nima ekan? 11 ekan. Xo'p, 15 ni nechaga ko'paytirsa 75 bo'ladi? 5 ga. Demak, B ni qiymati necha ekan? 5 ekan. Bizda A bilan B ni qiymati bor. Endi mana shuni ekugini topib qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, ekug topish qoidasida 11 bilan 5. Bizga berilgan sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratib, ularni ichida nima qilishimiz kerak? Har bir turidan eng kattalarini olishimiz kerak. Ya'ni bir xil bo'lishi shart emas. Xo'p, A soni 11 ga tengmidi? 11 ni tub ko'paytiruvchiga ajratsam, 11 ni birinchisi bo'ladi. Ya'ni boshqa ajralmaydi. 5 ni ajratadigan bo'lsam, tub ko'paytiruvchiga 5 ni birinchisi bo'ladi. Ikkalasidan ham eng kattasini olishim kerak edi. Bir o'zi bittadan ekan, shuning uchun nima qilamiz? Ikkalasini ham olib qo'yaveramiz. Bu 55 ekanligi ma'lum bo'ladi. O'zi ekug nima degani? Sizga berilgan sonlar, ya'ni 11 bilan 5 ga bo'linadigan eng kichkina son. 11 bilan 5 ga. 55 11 ga ham bo'linadi, 5 ga ham bo'linadi. Buni og'zaki topsa ham bo'ladi. Misol uchun 110 11 ga ham bo'linadi, 5 ga ham bo'linadi, lekin eng kichigi emasda. Eng kichigi bu ekug bo'ladi. Keyingisi 9. 24 va 36 sonlarning umumiy bo'luvchilari soni ko'pmi yoki 15 va 45 sonlarning umumiy bo'luvchilari sonini asoslab bering. Umumiy bo'luvchi degani, misol uchun 24, 36. Ikkalasini ham bo'la oladigan sonlar. Ikkalasi ham 1 ga bo'linadimi? Ha. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadimi? Ha. Ikkalasi ham 3 ga bo'linadimi? Ha. Ikkalasi ham 4 ga bo'linadimi? Ha. Ikkalasi ham 5 ga bo'linadimi? Yo'q. Ikkalasi ham 6 ga bo'linadimi? Ha. 7 ga yo'q. 8 ga yo'q. 9 ga yo'q. 10 ga yo'q. 11 ga yo'q. 12 ga ha. 13 ga vaholanki yozib tekshirgan paytimizda bo'ldi, shu yerda to'xtaydi. Ya'ni ikkalasi ham 24 ham 36 ham mana shu sonlarga bo'linadi. Qoldiq siz. Endi 15 bilan 45 ga. 15 45 ga. Ikkalasi ham 1 ga bo'linadi. Ikkalasi ham 2 ga yo'q. 3 ga ha. 5 ga ha. 6, 7, 8, 9 tekshirishni hojati yo'q. 15 gacha bo'lsa bo'ladi. 15 ga bo'linadi ikkalasi ham. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya'ni umumiy bo'luvchilar 6 ta ekan, buning umumiy bo'luvchilari 4 ta ekan. Bizdan nimani so'ragan edi? 24 va 36 sonlarning umumiy bo'luvchilari soni ko'pmi yoki 15 va 45 sonlarning umumiy bo'luvchilari sonimi? Demak, 24 va 36 umumiy bo'luvchilar soni ko'proq ekan, ikkitaga ko'proq ekan. Asoslab berdik nimaga ekanligini. Endi va oxirgi savolimiz 10-savol. Yulduzlar o'rnidagi raqam, ya'ni 5 yulduzcha, 3 yulduzcha 2 kelyapti. Bu o'zi 5 xonali son ekan. Yulduzcha bilan berkitib qo'yibdi. Ko'rinishdagi 5 xonali son 9 ga hamda 5 ga qoldiqsiz bo'linadi.
yulduzchalar o'rniga qo'yish mumkin bo'lgan barcha raqamlar kombinatsiyasini toping deyilyapti. Ikkinchisida hosil bo'lgan eng katta sonni yozing deyilyapti. Xo'p, yaxshi. Bu son, ya'ni ko'rinishda 5 xonali son 9 ga ham 5 ga ham qoldiqsiz bo'linadi deyilyapti. Bunaqa holat bo'lishi mumkin emas. Chunki 5 bu yerda qanaqadir son. Undan keyin 3 bu yerda qandaydir son. Undan keyin 2 kelyapti. 5 ga ham 9 ga ham qoldiqsiz bo'linishi uchun, ya'ni 5 ga ham 9 ga ham qoldiqsiz bo'linishi uchun nima bo'lishi kerak? Birinchi o'zi 5 ga tekshirgan paytingizda bu bo'linmasligi ma'lum bo'lib qoladi. Chunki 5 ga bo'linishi uchun oxirgi raqami 0 yoki necha bo'lishi kerak? 5 bo'lishi kerak. Hozir bu yerda esa 2 bo'lyapti. Demak, ikkala savoliga ham yo'q degan javob beramiz. Misol uchun, birinchi savoliga 0 deymiz, ya'ni kombinatsiyasi 0 da. Hosil bo'lgan eng katta sonni yozing, bunaqa soni yo'q. Shunday deb javob bersak bo'ladi. Bu yerda o'quvchini sinalgan, bu o'quvchi biladimi yoki yo'qmi degan ma'noda berilgan. Xo'p, amaliy qismiga o'tmay turamiz. Amaliy qismida hozirgi 10 ta darsida amaliy qismda o'yinlar berilgan. Bu qandaydir o'sha o'quv markazida dars o'tiladigan bo'lsa, o'shanda o'quvchilar o'rtasida o'yin tarzida o'tkazsa bo'ladi. Lekin hozir bizda bunaqa sharoit yo'q. Shuning uchun buni qilmaymiz. 10-darsdan keyin amaliy tadqiqotlar beriladi. Mana shularni ko'rib chiqamiz xudo xolasa 10-darsdan keyin. Menimcha shu bugunga yetarli bo'ldi. Mana shu qismni ko'rib chiqdik to'liq. Qandaydir fikr yoki mulohazalar bo'lsa, taklif bo'lsa yoki tushunmagan joylar bo'lsa, qaysi joyga e'tibor berish kerak bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, xudo xolasa to'g'rilaymiz. Chunki odamda baribir kamchilik bo'ladi, ming harakat qilsa ham, boshqa qilsa ham. Lekin kamchiliklarni imkon qadar tuzatishga harakat qilamiz, chunki sifatliroq bo'lishi kerak. Hammaga rahmat.